Assalomu alaykum, hurmatli podpисчикларimiz. Bugun navbatdagi mijozimizda ofisini bitirib berdik. Xanqa Elit jamoasi va dizayn bo'yicha eng sifatli dizayn va eng sifatli remontlarni chiqarib berdik. Yurtlarimizni üst qatlarimiz shisha, zakаленное steklo, kartalarni qo'yib berdik. Yonidan plastikkalari bilan, yan tarafimizda televizor, mebellari bilan high-tech dizaynni chiqardik. Yurtlarimizni o'zingiz bir baho berasiz. Svetlarni tanlab qo'ydik. Har bir kolonnaga, ya'ni nержавичный yaldiroqlar. Ban tarafimiz oppoq svet bo'ladi. Yurtlarimizni orqa tarafimiz polniy mebel bo'ldi. Закрытый, yani skrytый eshiklarimiz qo'yildi. Deganda adam doğru girib ketganda ham ko'rinmaydi. Skrytый eshikimiz bo'ladi. Yurtlarimizni lyustramiz va usti yana закаленное steklo. Sifatini e'tibor berasiz. Har bir chiziqni chiroyli did bilan chiqarib berdik. O'zingiz bir baho berib o'tasiz. Burchaklarga e'tibor berasiz, sifatlatib ishab berdik. Yurtlarimizni like'larni bosib berasiz. Eng zo'r sifatli va eng zamonaviy ofisimiz bitirib yetkazdik xohlasa. Dan tarafimizga keladigan bo'lsak, skrytый eshigimizdan kirganimizda kuxnyamiz bo'ladi. Ya'ni bu yerda ovqatlanadigan xonasi, ovqatlanadigan joyimiz. Yurtlarimizni ban tarafimizdan tushirib, kanalni tuzatdik ve içini yurtlarimizni svetlanib turadi. Ikki yonboshdan plastik kanali, keyin har bir chiziq bilan dit bilan elevastor bilan yurib chiqdik. Perdelarimiz ham remontimizga qo'shib turibdi. Atachento urildi. Yurtlarimizni sifatlatib har birini e'tiborla berib ishladik. Hem dizayn jihatlama ve yurtlarimizni yan tarafımızda skrytый eshik bo'lib, chiroyli akkuratniy high-tech dizaynda chiqqan. Yan tarafımız sanuzelimiz bo'ladi. Ofisimizning içinde ofis ve danalardan xonasi ve sanuzeli, yurtlarimizni sanuzeli high-tech dizaynda ishab berdik. Sanuzellarni hem birine e'tibor berasiz. Yum turgan holatdan beri suv o'tib ketmaydi, suv obratni o'zini qaytadi. Sababi uklon bilan ajratilgan. Uklonni chiqarishdan ko'rgan bo'lsangiz, akkuratni chiqarib chiqardik, чтобы uklon tushgani bilinmas uchun. Suv tushganda sirazi chiqib ketadi uklon bilan. Endi navbatdagi xonamiz kuxnyamiz bo'ladi. Kuxnyamizdan bir baho berib o'tasiz. Yurtlarimizni ban tarafdan bir gösteramiz. Dizayndan o'zimiz tanladik, sababi dizayn bo'yicha kreslo stulchiklari bilan va perdalarini qo'shish uchun. Yani yurtlarimizni her bir vajimiz svet qo'shib turibdi. Kartinkamiz ham, konditsionerimiz rangi ham. Yurtlarimizni kuxnyamizni aynalatib oldik, чтобы akkuratniy chiroyli ko'rsatish uchun, nejniy bo'lish uchun. Oskalarimizda yan taraflarimizdan polni atachento urko'tmiz devorlarini. Yurtlarimizni vanda mebelimiz. Mebellarimiz ham jahon mebellar tomonidan ustunlashtirildi. Jahongir degan bola eng sifatli, eng zo'r mebellarni ishab beradi ekan, material bo'yicha. Yurtlarimizni brend Loretto brendimizdan qo'yib beribdi. İtalyanski brend.
eng sifatli va eng zamonaviy vechishasi ming kubli bo'ladi ekan. Yon tarafimizda gaz varishli panel. Moychamiz oddiy moycha emas, Goodwill kompaniyanikini, Goodwill kompaniyaga qo'yibdi. Eng zo'r, eng kuchli brend bo'ladi. Yon tarafimizda italyanskiy brend, xolodilnik Loretto brenddan qo'yib berdilar. Nofrostdan 4 eshikli. O'zingiz bir baho berib o'tasiz, high-tech dizayn bilan chiqqan. Аккуратный. Jahon mebellar. Jahongirda ham balo. Telefon orasida shunday zo'r sifatli mebellar kerak bo'lsa. Proyektimizdan xudo xolasa bitirdik. Mana asosiy katta ustamiz Jamshid usta bo'ldilar. Mana shu usta chiqarasa Elite House. Hanka Elite ekan. Hanka Elite jamoasi. Kimlar shunday sifatli remontlar kerak bo'lsa va dizayn bo'yicha kerak bo'lsa, Hanka Elite Jamshid Beka chiqarasa.